12 qism. Rana lassidi jimib qoldi. U abayamqi zavodning kichik xo'jayini ishkan to'q. Abayam mening ko'nglimning yerimliqini ko'rib, menga tasalli berdi. Yana mening mushu shaharda qilishimni, o'zi bilan turmush qurishimni aytgan edi. Ammo men uningga ma'qul yoki yo'q javobini bermagan edim. Nima ish bo'lganini sezmayli qoldim. Bu ishlar yuz berdi Ali. Depla Rana yana yig'ladi. Ali bir oz o'ylanib olgandan keyin Mundaq ishmidi? Rana, sening bu shaharda qolgan bormi? O bilan chiqishib qoldingsanmi? Agar o erni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang, uning bilan qildigan xiyoling bo'lsa, bizga ochiq gapini qil, dedi Ali. Rana beshini asta ko'tarib Aliga qaradi. Gap yuzda yaxshi Ali. Sen Aynur qiz bilan to'y qilganda mening sana o'xshash ko'nglim yerim bo'lib qolgan edi. Sening bu jiddiylishingdan mening o erni yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'rmaganligimni so'rab ketishingni qandoq tushunay Ali. Davomli seni yaxshi ko'rsam, sen meni yaxshi ko'rib o'talamsa, meni xuddilikqa olalamsa. Yo'q, endi mumkin emas Ali. Chunki Aynur seninki qo'shkezak balonga homildor bo'ldi emasmi? Bizmi endi bu reallikni qabul qilmasak bo'lmaydi. Men davomli ishlarning o'rtasida qistilib, uchinchi shaxs qatorida sad ko'rinib yashasam qandoq bo'ladi? Agar o kichik xo'jayin meni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, mendagi muhabbatmi asta yetilib qolar. Shunga Ali menga yordam qilib o xo'jayin bilan so'zlashib baqsa, u rostilla men bilan to'y qilgan ish bo'lsa, mening to'yimni o'ynab o'tib qaytsanglar deydigan xiyolga keldim Ali, dedi Rana. Alining ko'zlari chaqnab ketdi. Rana'ning bu gapiga chaqnab ketdimi yoki Rana'dan ayrilib qoladiganligimi o'zimi sezmayotdi. Ali yana bir oz turib olgandan keyin Ma'qul Rana. Men paranglashib baqay. Sen uni yoqtirib qolgan bo'lsang, men paranglashib ikkalarining ishini olib qo'yay. Rost aytsa, Aynur meniki qo'shkezak bolam homildor bo'ldi. Bundan keyin ona bolalardan yaxshi xabar olmasam bo'lmaydi. Sening bu reallikni qabul qilib, tushunganligingga rahmat, dedi Ali. Ko'pchilik mashina ichida shu paranglarni qilishib o'ltirsa, Rana bizga aytib bergan kichik xo'jayin mehmonxonadan chiqib keldi. Kechiringlar. Oldinglarda bexijilman. Men gapni o'dili qiladigan odam. Shu aniq gapning o'zini aytsam, men Ranani yoqtirib qoldim. Men uning bilan to'y qilish qaroriga gap bo'ldim. Har qaysilarning bizga iltifot qilib, to'y qilishimizga qo'shilishinglarni umid qilaman. Meningcha Ranami shunda o'ylaydi deb qarayman. Ma'qul ko'rsanglar, to'y tayyorligini qilg'ash turgan bo'lsak, dedi kichik xo'jayin. Rana bo'lsa Alining oldida nima deyishini, nima qilishini bilmay, nihoyat xijillik his qilgandek o'ltiradi. Ali: "Bo'ldi Rana, xijil bo'lma. Bo'lgan ish baribir bo'lib bo'ldi. Men ikkimizning ishini bundoq oddiy ham tez oyoqlasha deb o'ylamagan edim. Bo'pti, bu bo'g'ini. Seni muboraklayman. Menga baxtli bo'l", dedi Ali. Kichik xo'jayin Rananing oldiga kelib: "Men tushimdimi sizdek bir ayol bilan to'y qilaman deb o'ylab boqmagan edim. Hatto to'y qilish xiyolim yo'q edi. Mana buni taqdir deymiz. Bu ikkimizning keyingi taqdirimiz. To'y qilgandan keyin men sizni yaxshi asrayman. Menga ishoning", dedi kichik xo'jayin Alining ko'z oldida Ranaga. Rana bo'lsa azroq o'ng'aysizlangandek bir xil xijillik his qildi. "Men umrimda sizdek bir agi yotliq bo'laman deb o'ylab boqmagan. Sizlar meni bo'zaq qilmasangiz, men sizni bir umr hurmatlab, o'zimning yaxshi ayollik burchimni ado qilaman."
bu ikkisi bir-biriga ko'ngil izhor qilishib bo'lgandan keyin Aliga qarab to'yni tezroq qilish to'g'risida maslahat so'radi. Ha, ma'qul. Ikkinglar bir qarorga kelgan bo'lsanglar, vaqtni keyinga so'zganning foydasi yo'q. Ya'ni kirib bizning vaqtimizmi uncha ko'p emas. Deganlar bo'yicha to'yni tezroq qilib o'taylik, dedi Ali. Men bo'lsam bir chetda ularning qilishayotgan paranglarini anglab o'ltiratdim. Xiyolim bundan keyingi kunlarimda edi. Endi mendan Alini talishadigan Ra'no yo'q. Shuncha yiroqda qoladi. Buningdan keyingi kunlarim xo'shal-xo'ram ham baxtli o'tishi mumkin. Men ikki balamni sog' salomat yengib olsam, bundan keyingi kunlarim nima degan baxtliga degan xiyollar ko'z oldimdan o'tmoqda edi. Hamma ishlar o'ngishli oxirlashsa, pek yaxshi bo'ladi. Agar bu xo'jayinmi Ra'noning balliq bo'lolmaydigan xabarini anglag'ucha to'y tezroq oxirlashsa, pek yaxshi bo'ladi deganlarni o'yladim-da, birining menga qarayotganligini his qilgandek diqqatimni yig'ib darhol oldimga qaradim. Udulimda Ra'no meningdan boshqa hech narsani ko'rmagandek, xuddi xiyollarimni bilib olgandek menga tikilib qarab qolgan edi. Alining to'yni vaqtida qilib o'taylik degani bo'yicha Ra'no bir xil xudiksirash aralash. Ma'qul, biz to'yga tayyorlik qilaylik. Meningmi yurtda urug' tuqqan qarindoshlarim bo'lmagandikin to'yni mush yerda qilib sizlarni uzitib qo'yay. Hammanglar, jumladan Ali bilan Aynurmi mendan mangulik xotirjam bo'lib ketsin, dedi. Ra'no, sening eng yaqin odamlaring hozir yoningda. Shunga xotirjam tayyorlab qolgan. Qanday qiyinchilik bo'lsa, sen uchun qo'limiz har qachon ko'ksimizda, dedi. Ra'no Aliga manlik qarab qo'yib, albatta shundoq bo'ladi-da, deb turishiga Ra'noning boshqa xizmatdoshlari gap qistirib, "Ha, Ra'no, bu yerda Ali men xo'jayin deb o'zini ko'rsatyotdi. Bilib qol, Ra'no. Ali yolg'iz emas, bizmi bojimi?" deyishi bilan Ali bilan Ra'no ikkisining paranglari uzildi. Ra'noni olmoqchi bo'lgan xo'jayin hech ishdan xabar bo'lmag'ach, Ra'noga mastiki kelib, "Voy Ra'no. Sizning bu boshliqingiz, mayli xizmatdoshlaringiz bo'lsin, hammasi behli oq ko'ngil, intayin yaxshi odamlar ekan. Ular sizni behli yaxshi ko'rdi ekan-jimi? Ularni qadrlang", dedi. Ra'no o'zidan mamnunlik his qilib, "Albatta shundoq bo'ladi. Ham shundoq bo'lishga tegishlik. Meningmi bularning oldida yana zavodning ish-tishida to'hpam oz emas", dedi va itdek menga qaradi. Xuddi menga, "Ha, qandoq? Men Alidan ayrilsammi, u menga shundoq yaxshi muomala qiladi. U yanala menga voy deydi, ko'rdingmi?" degandek ma'noda qarab qo'ydi. Menmi chandurmasdan Ra'noga, "Muborak bo'lsin. Oxiri to'y qilgan bo'ldingiz-da. Sizningmi eringiz, uyingiz, kelgusida bolangiz bor bo'ladigan bo'ldi. Mengu baxtli bo'ling", dedim chandurmasdan. Ra'no boshqa gap qilmay, men boshlagan gapning temisini ap qo'shmoqchi bo'lib, boshqa bir gapni qilishiga bo'lg'isi eri. "Rostay so'z Aynur qiz. Ayollarning eng chong baxti o'zini suydigan eri bo'lish, sharoitiga moslashgan uyi bo'lish, shundoqla ayolga o'xshagan bolalari bo'lish ayollarning mangulik baxti", dedi. Ra'no untinsiz jimmi turdi. Chunki o'zining bolalik bo'lolmaydiganligini Alidan boshqa hech kim bilmaydi deb o'ylagan bo'lsa kerak. U chiroyidan bir xil tabassumni majburiy aks ettirdi. Xuddi rostla shu xo'jayinga va o'ziga o'xshash bolalari bo'lishni xiyol qilgan qiyofatda. Ra'noni olmoqchi bo'lgan xo'jayin, "Men hammalardan kechirim so'rag'ach, Ra'noning, ya'ni mening kelgusi ayolimning yuzi bilan sizlarni mehmon qilmasam bo'lmaydi. Hech kim ketaman demasin.
Sizlarning töhfəңlər bilan mana men to'y qilmoqchi, ömürlük hamrohga erishish oldida turyapman. Shunga qat'iy ketishga, ish chiqib qilishga ruxsat yo'q. Hammanglar mashinadan tushib menglar. Ra'nomi? Ha, shundoq. Bu to'ydan burunqi bir qitimliq sizlarni kutib olishimiz bo'lsin. Qani mangayli, hammanglar minglar deb taklif qilishi bilan mashina ichidagi hammanglar, jumladan Alimu meni o'ltirg'izib qo'ygan o'rindiqda qo'yibla tushib ketgan edi. Ular qizg'in paranglar bilan ketishib boradi. Ali bo'lsa Ra'nodan ayrilib qoldiganligini o'ylab, kallasi cho'gilab qolgan bo'lsa kerak. Meni xayoliga keltirib qo'ymagan edi. Men mashina ichida yolg'iz qoldim. Ular shu mangancha mendan yiroqlab mehmonxonaga kirib ketishdi. Men rostilla mashina ichida yolg'iz qoldim. Gerçi Ali'ni yaxshi ko'rib ketmasam-mu, ixtiyorsiz uningga ko'nglimmi tushib qolavatadi. Xuddi muhabbat degan bir tuyg'u. Ba'zida azob chekib turibmi, o'zini baxtli his qiladi. Muhabbat degan bir sezim. Yurak puchilib ketsa-mu, bir xil tatliq sezim chiqib turadi. Muhabbat bir xil jarayon. Dasgasimu yanada go'zal ko'rinadi. Yolg'izlikni deb xato kishini tanlab qolma. Bu tufayli bir umr baxtsiz bo'lib qolishingiz mumkin degandek, o'zimcha yolg'iz o'ltirib, yig'i tutishga boshladi. Ko'zlarimdan yoshlar xuddi mushu vaqtni saqlayotgandek, xuddi yepi uzilgan majandek mening rayimga boqmay to'kilishga boshladi. O'z-o'zimga tasalli berib, bo'ldi qil Aynur. Bugun bu yerda yig'lasang bo'lmaydi. Ra'no to'y qilib, mushu yerda qolsa, bundan keyin yolg'iz qolmaysa. Balkim Ali seni bugundan boshlab hargizmi yolg'iz qo'ymaydi. Balkim seni saq deb o'ylab, orqasidan mang'idi deb o'ylab qolgandi. Yoki unutib qolgandi. Yoki bundan keyin Ra'no boshqalarning bo'lib ketadiganini o'ylab, ko'ngli yerim bo'lib, seni unutib qolgandi deb o'z-o'zimga tasalli berib, yig'idan ozroq to'xtagan edim. Ammo yig'idan to'xtagan bilan qizargan ko'zlarim hammani iqro qilib turadi. Derazadan sirtqa qaradim. Atrof shunchalik jimjit bo'lib, bu chaq xeyli kechkiray degan chaq bo'lg'ach, atrofni quyoshning qizil nuri yo'ritib, bu shaharning go'zal manzarasiga yana bir husn qatgan edi. Nimalarni kutayotganimni bilmayman. Xuddi nimalarning meni kutayotganini bilmagandek, faqat hamma ishlarimning niyatlarimga o'xshash yaxshi bo'lib ketishini umid qilardim. Mashinada yolg'iz o'ltirib, Ra'noning to'yining tez bo'lgandimi, nihoyat tez o'tkazilishini, bizningmi yurtga tezroq qaytishimizni, borgandan keyin menmi o'z yurtimga berib kelishni, opamni seg'inib xiyol qilib, to'ydan burunqi kichik, hech ish o'qimaydigan otamning shu erki qizi holatimga qaytgandek bir xil huzur surib o'ltirsam, mashina eshigi tuyuqsiz nihoyat silliq ochildi. Mashina eshigi oldida boshqa biri emas, yana shu Ra'no menga qarab turadi. Boran Chapqulluq Hayot nomli ko'p qismli ovozli asarning 12-qismini anglatdik. 13-qism. Ha, Aynur. Yolg'iz qapsan-ku. Bilib qo'y, Aynur. Men to'y qilib ketsam-mu, sana aramliq bermayman. Sen davomliq mushundaq yolg'iz qolasa. Ali bo'lsa,
men bilan o'tkazgan kunlarni xiyol qilish bilan o'tidi. Sen bo'lsang, menga mushundaq kutish, saqlash bilan xiyol surib o'tsan, bildingmi? deb menga zarrasi bilan gap qilyapsa, qaysi tarafdan kelganini men va Ra'no to'ymayli qoldik. Ali Ra'noning orqasiga paydo bo'lib qoldi. Sen shunda o'ylamsan, Ra'no. Meni kontrol qilib oldim. Mendan boshqani xohlamaydi. Mendan boshqa qarmaydi. Men to'y qilib olsammi, meni o'ylab, meni xiyol qiladi. Aynur bilan menga baxt o'tolmaydi deb o'zingga shuncha ishnamsan, ha? Men shuncha yarmasmi? Acaba mening san qilgan aqidam sening oldingda meni shundoq ojiz ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, kechir Ra'no. Bundan keyin men Aynurni yaxshi ko'raman. Aynurning qo'rsiqidagi bolalarimni yaxshi ko'raman. Meni mushundoq yaxshi tarbiyalab, seningdek ayollar umidini uzanmagidek qadr-qomatlik, aqlliq cho'ng qilgan ota-onamni yaxshi ko'raman. Sen ortiq xiyol qilyapsan. Mening sana boshqa gap qilg'im yo'q. Mushu so'rindan hozirla qaytib ketadigan bo'lsam, balkim to'yong mushu yerda to'xtab qolish mumkin. Uqdingmi? Aynur qara chiqasin. Aynur, gap qiling. Siz kirmayli, qaytib ketayli desangiz, men sizni elib mehmonxonaga qaytaman. Bo'pti, Ra'no to'yni qilib olsin desangiz, sizni ichik elib kirman. Hozirgi qara chiqish huquqi sizning. dedi Ali menga qarab. Ra'no jiddiylashib, put ko'ygan to'xudek. Sen nima qilmoqchi, Ali? Sen to'yimni buzmoqchimi? Sen chidamaslik qilmoqchimi? Sen Aynurni nima degizmoqchisan? Aynur menga shundoq o'shtosa, yana bir puti saq bo'lmasa, o kirayli demdi. Sen bilib turib, meni ularning oldida satlashtirmoqchimisan? deb Aliga qarab vaqirdi. Bo'ldi bas. Bo'ldi qilamsan yo'q. Seni xeyri o'g'loq, hammani biladi, hammani tushundi deb seni cho'ng bilatdim. Endi bo'lsa, seni tunyomay qilyapman, Ra'no. Sen nimachi tez o'zgarding? Texa bayatdan Aynurga degan gaplaringning hammasini to'liq angladim. To'lima afsus, kechirgin. Sen degandek bo'lmaydi. Bilib qol. Hargiz sen degandek bo'lmaydi. deb o'llik to'lidi Alimo. Men bo'lsam, xuddi kichik boladek, yili onunga, yili bununga qarab, bo'layotgan gap so'zlarni anqirab bulamay, zodi qanday qilish kerak? Men qanday qilishim kerak? Qaytib kelib, Alini ilib ketaymi? Yoki Ali bilan kirib to'yni bitishib qaytaylimi? deganlarni xiyol qilib, bir qaror chiqara olmay avara edim. Ra'no yenimga kelib, Aynur, sen nimani xiyol qilyapsan? Mening taslikni qurashtirgan to'yimni buzishnimi? Mening to'lagan badallarimni yo'q qilmoqchimisan? deb ochiqi bilan to'ladi. Saram bo'ldingmi, Ra'no? Aynur sana bir narsa dedimi? To'yingni buzman dedimi? Chimmida turgan qizga nima sanjilsan, ha? Bilval, toshqan chig'idicho ochiq gas odam tishlaydi. dedi. Bu ikkisi bir-biriga chidamagandek, jidili oyoqlashadigandak emas edi. Qayoqdandir Ra'noning bo'lg'isi eri paydo bo'ldi. Oy, sizlar bu yerdami tanglar? Bir xil yutib ketibsizlar. Sizlarni izlab bu yerga keldim. Qandoq, ichib kiraylimi? Ali xo'jayin, ayolingiz bilan bizning yuzimizni qilib kirishib bersanglar. Ra'no, boshqangizga yana Aynur qizga gap qilingchi. Ichidagilar bizni saqlayotdi. dedi. Ra'nomi, Alimi faqat chandurmasdim. Ha. Bayatdan jiddichilikda Aynurni mashinada o'tirg'izib qo'yib kirib ketibdimiz. dedi Ali. Ha, men musorunda Aynurning kimligini his qilib, Ali boshliqning oldida chiqqan edim. Aynur tig'i yerga dastimigachga ilib mangay deb tursam, Alimo yetib keldi. Mana, hozirli mang'ilayotgan biz, dedi Ra'no yasalmalik bilan. Shunda qilib Ali, meni kiramsiz kiramamsiz deb so'raydigan gap yo'qla, ko'tirganicha ichiga qarab
ilib mаңды. Rana manga pat-pat qarab qo'yatdi. Ammo abiyamning yoqi bo'lgan paranglarni men anglab o'ltirg'achqimikin yoki mendek yo'g'on bir odamni unutib qopdiq degachkimikin ko'nglim g'ashli turadi. Eshik tuviga yaqin kelganda men kirmaymikin, toza mijozim yo'q, yanala mashinada saqlab turay dedim. Ali mening bu gapimdan nihoyat hayron bo'lgandek manga qarab turibli qoldi. Agar Ranani oladigan kichik xo'jayin bo'lmasa, yana Alining burun xuyi bo'lsa, Ali meni bir nima qilib etishi turg'anli gap edi. Shundaqmi? Agar mijozsiz bo'lmasa, sizni qaytarib ilib ketay. Doktorlarning tekshirish bor emasmi? Bekkes qasaq ularni saqlab qoldi. Dedi. Men Alining bu gapidan bekla hayron qoldim. Chunki u oral turgandekla mening gapimni qo'llabli qolmay, nihoyat o'ngliq gap qilgan edi. Rana, nima? Mushu yerga kelib kirmay qaytamsizlar? Ichidagilar sizlarni saqlab, taqti taq bo'ldi. Bilasa Rana. Hozir Aynur qo'shkizak amaldor. U charchab qolsa bo'lmaydi. Men burun Aynurga qilganlarimning o'rnini amdi bo'lsa to'ldirmasam, baldirimga yuz kelmayman. Bu so'rinda Aynur ishkimiz bo'lmaganqa qizmay qolamdi. Tuyong buzilib ketmaydi. Bizni zo'lamay to'g'ri tushungan. Deb Rananing ziddiga tegdi. Rana ochiqdan yerilay deb qolgan edi. Kichik xo'jayin bo'lsa, nihoyat samimiy, ochiq yo'ruq, xushfe'l odam bo'lib, turqidan ayollarga kuyindigini chiqibli turadi. Bo'ptamsa, Aynur homildor ham yaralangan tursa, majburiy ilib qolsa qamlashmas. Men mashinam bilan sizlarni doktorxonaga olib qo'yay, dedi. Rana hech qanday gap qila olmay, ochiqini ichiga yutib. Bo'pti, sizlar aram ilinglar. Men kirib mehmonlarni kutgach turay, dedi va ittikla mehmonxonaga kirib ketdi. Ali meni yondirib, kichik xo'jayinning mashinasiga soldi. Ketib etib, Ali Behzat bo'ldi. Aynurga qaraydigan odam bo'lib qolsa, hayo qolmayli borman. Hech gap yo'q, to'g'ri tushunaman. Bo'lsa, men past saqlab turay. Aynur qizga qaraydigan doktor sestra bo'lsa, tezroq qaytib chiqib, bizga bir soat o'tirish bersangiz bo'pti ekan. Mashina to'xtagandan keyin Ali meni yotiqimga ilib mangdi. Ma'qul. Men ustiga chiqib, ahvolga qarab sizga telefon qilay. Biz nihoyat tezla yotoqqa qaytib keldik. Qandaq? Putongiz og'riyotgandi. Beram bo'latamsiz. Qaynoq suv quyib beraymi? Yoki suyuq salam bir qoch osh kiraymi? Ali menga savollarni yoqtirib etdi. Men bir narsa yegim yo'q bo'ldi. Siz Rana hadamning yiniga berib keling. Menga hech ish bo'lmaydi, dedim. Ali mening mushu gapimni kutgandekla. Ma'qul. Amsa men berib ularning to'y kunini bekitib o'tib kelay. To'yni qancha baldir qilsa, biz men baldir qaytamiz. Siz aram edib turing. Deb doktor sestralarni to'lab, mening yonimga akilib qo'yib, "Bek jiddiy ishim bor edi. 1 soat atrofida kelaman. Ayolim yolg'iz qolmasa", deb doktorlarga tapilab qo'yib chiqib ketdi. Men kasal karotida osmonga qarab yetib, yilla bo'lib o'tgan ishlarni xiyol qilgach, Alining bularning to'yini qancha baldir qilsa, bizmi shuncha baldir qaytamiz degan gapi bilan ko'nglimni xush qilib yetib qoldim. Ali chiqib ketdi. Ko'nglimni tasalli topqizish uchun tezroq qaytib ketishimizni xiyol qilib yetib baqqan bo'lsam-mu, ammo yanala ko'zlarim menga bo'ysunmaydi. O'zimcha yetib, achchiq ham tatliq bir narsalardan yegim kelib, sirtqa chiqqim keldi. Qandoq qilay? Putum mushundaq tursa, shularni xiyol qilib yotsam, xuddi xiyolim Alining yuragiga borgandek, u avatgan tez yetkazish o'rnidan menga nihoyat chiroyli bir dasta gul, har xil ushoq yemaklik, men xiyol qilgan ochiq ham tatliq tomoqlar oldimda
tayyor bo'ldi. Xuddi men kichik bolalardek xushal bo'lib ketgan edim. Gerçi Alining meni yolg'iz qo'yib chiqib ketganiga ancha rozi bo'lmasammi, amdilikda Alidan shunchalik xush edim. Oldimdagi tomoqlarni xohlagancha huzurlanib, shunchalik rahat to'yindim. Yerib ketgachkimi, yenimga o'rilibla ko'zim uyquga ketganini to'ymayla qaptiman. Birining mangzimga yenik suyib qo'yishi bilan cho'chib uyg'ondim. Yenimda boshqa biri emas, Ali menga qarab kulimsirab turadi. Bundan burun bundaq ahvollar bo'lmag'ach, shunchalik xijillik his qildim. Yuragimga yana ozroq o't tutashgandek bir xil sezim paydo bo'ldi. Men Alining menga qilganlariga uni eng o'z dushmanim qatori ko'ratdim. Men nima bo'lgandimi? Kichkina illiqlikmi menga o't yiqyotidi-ku? Bu qo'sqimdagi bolalarning sezimmidu? Bilmadim. Ali, kechiring. Sizni uyg'otib o'tmay deb shuncha ehtiyot qilgan edim. Yana uyg'onib ketdingiz, dedi. Men, kerak yo'q. Aslimi texi uncha qattiq uxlab qolmagan edim. Haras, siz avatgan gul bek chiroyliga. Tomoqlarmi bek o'xshabdi. Yana yel yemishlarni qo'shib, hammani yeb etdim. Rahmat, dedim muloyim ovozda. Ali hayron bo'lib, nima gul, nima tomoq, nima yel yemish deysiz? Men tushunmadim. Men sizga hech narsa aytmadim. Kim akeldi? Kim avatibdi? dedi deb hayronlik bilan mendan javob kutib qarab turadi. Men gul va tomoqlarni topshirib olgan vaqtimda eringiz Alidan degan kartini ko'rgan edim. Men texi sizni avatibdi deb bekli xushal bo'lib ketibdim-a. Sizning menga undaq narsalarni elib bermaydiganligingizni bilatdim bo'lmasa. Deganimcha ozroq ko'nglim yerim bo'lib, ko'zimni yumib oldim. Undaqmi deb ketmang. Men burun elib bergan bo'lsam, buningdan keyin elib berman. Siz nima desangiz shuni elib berman. Yana sizga nagili borsangiz ishlaydigan oltin karta bijirib berman. Bo'lamdi. Mendan undaq ranjib ketmang. Men tuzdiman. Rost tuzdiman, dedi Ali bu ishdan nihoyat xijillik his qilib. Men ko'zimni ichib asta qarasam, Ali meningdan boshqa yoqqa qaramay, kichik bolalardek umidli ko'zlarini menga qaratib turadi. Xiyolim yana parvoz qilib, "Hey Ali, sen burun qandoq eding? Hozirchi shuncha ojiz, mendek bir kichik qizdan javob saqlayottamsa? Burunki shu qo'pol, yo'lvosdek hayvon qani? Sana udul qarab bo'g'icha tegib ketadigan shu yo'g'on shapuloqlar qani? Sen meni yoqtirib qilyottamsan yoki mening qo'sqimdagi ballaringni deb mushunda qilyottamsa? Mening bek bilgim bor" degan xiyollar ko'z oldimdan o'tmoqda edi. Ali ko'zlarini xumallashtirib, "Aynur, men burun sizga yaxshi qilmagan. Oldingizda behla xijilman. Menga fursat bering. Bo'lamdi. Men gunohlarimni, xatoliklarimni yuvib, sizni yaxshi asrayman. Bundan keyin sizni yaxshi qo'g'layman. Hech kimga bo'zaq qildirmayman" deginicha asta yenimda o'ltirib, ko'zlarini ko'zimdan uzmay tikilib qaradi. Men nima qilishimni, nima deyishimni bilmay, jimmita uningga azaldan ko'rib boqmaganda qarashga boshladim. Uning qop-qora qoshlari ancha yo'g'on emas, ammo kichik degili bo'lmaydigan qop-qora ko'zlari, egiz qanshallari, qop-qora burdi, yana go'shtlik kelgan lavlari bu chiroyga bekla mos kelgan edi.
Ali bilan to'y qilganimga 3 oy bo'lib qolgan bo'lsa-mu, uni bundaq yaqindan tafsili ko'rmagach, u menga boshqacha notanish bilindi. U menga asta yaqinlashmoqda edi. Badanlarim qizib, titrashga boshladi. Men karvatda yotgan bo'lg'achqa, menga harakat qilish bekli qolaysiz edi. Ali ikki qo'li bilan mening ikki bilagimni ching besib turib, teximi yaqinlashdi. Yuragim ritmi tezlashib, xuddi chaqmoq chaqqandek badanlarimga issiq harorat tarqaldi. Gerçi men uning bilan necha oqshom birga bo'lgan bilan u meni Ra'naga o'xshatib qolg'ashqa, menda Aliga nisbatan hech qanday hissiyot yo'q edi. Shuncha yiroq, shuncha uzoq safarni birga davomlashtirgan bilan ikkimiz dushmandek bo'lg'achqa, men Alini yangidan tanishga boshladim. O'tda qiziq tiniqlar davomlashib, ikkimiz o'tirsida hech qanday to'solg'isiz hissiyot parvoz qilmoqda edi. Eshik chekilmayla taraqqida ichilib, Ra'na bizni marab turgandekli kirib keldi. Alining qattiq achchiqi kelib, "Nim bo'ldi, Ra'na? Sanzad nim bo'ldi? Nima o'g'ridak timsiqlab yurisan? Sening bu yerda ishing yo'q. Bo'ldi, qaytib oramag'in. Atdan boshlab sen aldirash bo'lib ketsan. Qaytib ket." dedi. Ra'na ikkimizdan giralishib qolgan holatimizni ko'rib, bekla hayron qoldi. "Bek tezg'u Ali, mendan shundoq zerikib ketganmidi? Bo'pti. Aynur sening ayoling. Qandoq qilg'in kelsa, u sening ixtiyoring. Hech bo'lmasa, mening to'yim bo'g'icha menga azor bermasang bo'ladi." Men sana azor berdimmi yoki Aynurga azor berdimmi? Buni sen aniq bilsan, Ra'na. Endi bizning ishimiz mushiyat oyoqlashsin. Aynur hammani bilgachga mushiyatli davotiman. Senmi endi boshqalarning bo'lib bo'lding. Shunga har ikkimiz yo'limizga mangayli. Ra'na mening yonimdagi Alini tortib, ozroq neriga opirib, "Shundaqmi Ali? Bizning ishimizni shundoq oson tugaydi deb o'ylayapsan? Men undaq o'ylamayman. Mening xiyolimni anglab boqamsan." Sening men xiyolingni deydigan salohiyatің bormi? Sen nima demoqchi? Sen to'y qilmay turib men bilan yaqin o'tding. Men to'y qilgandan keyin sen o'xshashli men bilan turding. Men sana bir nim demayla, sen yana boshqa bir bilan yana to'y qilmayla birga turyapsan. Agar sening bo'lg'usi ering mush ishlarni bilsa, seni qandoq bo'lib ketar? Ayta. Sen maqsad nim demoqchi? Bilaman Ali. Men sana yuz kelanmayman. Ammo mening sening oldingda bundaq turishim faqat sen uchun emasmidi? Sening meni mengu yaxshi ko'raman. Sen ayolim bo'lasan. Kelgusidagi uyimning ayol xo'jayini bo'lasan deb sening menga davomli madad berishing bilan emasmidi? Endi bo'lganda sen menga mushundaq muomala qilsang to'g'ri bo'lamdi. Aynurning oldida mushundaq desang bo'lamdi. Mening boshqa fikrim yo'q. Boshqa talabim yo'q. Meni ozroq yuzimni qilgin. Mening bu to'yim yanali sen uchun. Buni bilishing kerak. Kelgusida sen men orqali nurg'un ishlaringni yurishtirib mangasan. Sen buni bilasan Ali. Mening birdan bir talabim sen va Aynur ikkinglar menga yordam qilib, bu to'yni muvaffaqiyatli qilishimga yordam qilinglar. Dedi Ra'na yalvurgan talaffuzda. Ali menga qaradi. Aynur, anladınız. Sizce qanday qilsak bo'lar? Dedi. Yelila Ra'naning gapidan ichim ochiq bo'lib turishiga, Alining bu gapi menga meni mazoq qilgandek anglandi.
Boran Chapqulluq Hayat nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 13 qismini anglatdik.